Bismillahirrohmanirrohim. Endi ikkinchi qismiga o'tsak, balog'aning ikkinchi qismi. Ilmul bayan. Birinchi qism nima bo'ldi balog'ani? Ilmul maani bo'ldi. Keyingisi mana ilmul bayan. Keyin esa ilmul badi' bo'ladi. 3 ta ilm bor ekan, 3 xil ilm. Aslida bular boshida balog'ani 3 ta ilmi deb bitta kitobga jamlanmagan. Alohida o'rgatilgan, keyin tarqalgan narsani jamlashib 3 ga bo'lib qo'yishibdi. Xo'p, ilmul bayan ko'proq lafzni dalolatini vuduhi jihatidan o'rganadi. Ilmul maani lafzni o'rni, mana bu o'rinlarda ishlatiladi deb o'rgatadi. Bayanchi vuduhi jihatidan o'rgatilar ekan. Mana bu lafzdan ko'ra mana bunisi avdohroq deydi. Tushunarliroq deb o'rgatar ekan. Ilmul bayanda 3 xil mabhas bor ekan. Tashbih, majaz, kinaya. Isti'ora deb qo'yadi, u ham kirib ketadi baribir nimaga? Majozga. Demak, mabahisu ilmil bayan desa nima deysiz? Tashbih, majaz, kinaya bo'ldi. Xo'p, endi siz so'raysiz-da, tashbih nima degani desa, qarang, bir narsani ikkinchi narsaga o'xshatasiz. Nimada o'xshatasiz? Nimagadir o'xshatasiz-da. Qaysidir sifatda o'xshatasiz, to'g'rimi? Shuni aytayapti, tashbih ilhaqu amrin bi amr. Bir narsani boshqa bir narsaga ilhaq qilasan deyapti, ya'ni o'xshatasan deyapti. Nimada? Fi wasfin, bir sifatda o'xshaydi. Shunchaki o'xshatib qo'yadimi? Nima orqali o'xshatadi desa, bi adatin. Adat bo'ladi-da, kaf, misl, ka'anna, adatu tashbih deb qo'yiladi bular. Nima maqsadda o'xshatasan? Biron bir maqsadda aytadi o'zi uni. Li g'arad. Demak, mat tashbihu ilhaqu amrin bi amrin fi wasfin bi adatin li gharadin. Osonmi? Ilhaqu amrin bi amrin fi wasfin bi adatin li gharad. Bu ta'rifu tashbih bo'ldi. Misolini, al-ilmu kan-nur fil hidaya. Ilm nur kabidir. Nurga o'xshaydi degan. Nimada so'raysiz? Qaysi jihatdan o'xshaydi? Fil hidaya, odamlarga hidoyat berishda, ya'ni yo'l ko'rsatishda, domla al-bintu kal-qamari. Qaysi jihatdan o'xshaydi desa? Fil jamal. Demak fil jamal bu yerda sifat bo'lyapti, mushtarak ikkala tarafda. Binta ham bor ekan, qamarda ham bor ekan. Lekin domlalar bilib qo'yinglar shuni. Kal qamar deyapsizmi? Qamar degisi kuchliroq bo'ladi. Sifat. Sifat kuchliroq bo'ladi. Masalan, al-ilmu kan-nuri fil hidaya. Nur kabidir deyapti. Ilm nur kabidir, yo'l ko'rsatishlikda deyapti. Nur yo'l ko'rsatishda kuchliroqmi, ilmmi? Nur. Bu tarafini ham bilib qo'yishimiz kerak. Doimo bu kuchli. Al-bintu kal-qamari fil jamal. Jamal sifati ikkalasida ham bor ekan, binta ham, qamarda ham. Qaysi biri chiroyliroq? Qamar bo'ladi. Hamisha o'xshatilayotgan narsa chiroyli bo'lar ekan? Yo'q, sifat. O'xshatilayotgan narsa mushabbah deyiladi. Bu nima bo'ladi? Unga o'xshatilayotgan narsadan ko'ra ozroq bo'ladi. Xo'p, al-ilmu bilib olaylik shuni tarkibini. Mushabbah deyapti, o'xshatilayotgan narsa. Kaf adatu tashbih. Shu orqali o'xshatyapmiz-da. An-nur mushabbahun bihi. Mushabbahun bihi degan unga o'xshatilyapti degan. Mushabbahun bihi kuchli bo'ladi. Kuchliroq bo'ladi doim. Fil hidaya borku, o'sha ikkalasi jamlangan sifat bu. Ilmda ham hidoyat bor, nurda ham hidoyat bor. Ikkalasida ham mushtarak bo'lgan sifatni biz vajhu shabah deymiz ekan. Osonmi? Xo'p. Bu bitta misol bo'ldi. Endi tashbih, asosan tashbihda nechta mabhas bor? Qaysi jihatdan o'rganamiz desa, yo arkonlari jihatidan o'rganamiz, aqsamlari yoki ag'rodlari jihatidan o'rganamiz. Turlari, arkonlari mana bu bugungi darsimizda bo'ladi.
Xo'p, demak, tashbihni biz birinchi o'rganadigan narsamiz arkanut tashbih bo'ldi. Osonmi? Keyingi darslarimizda aqsom va ag'rodlarni o'rganamiz. Tashbih shu bilan tugaydi. Kichkina bo'pti tashbih o'zi. Arkanut tashbih desa arba'a deymiz ekan. Nima bo'ldi? Mushabbah, adatut tashbih, mushabbahun bihi, vajhu shabah. Xo'p, mushabbah bilan mushabbahu bihi'ni tarafa at-tashbih deyishar ekan. Tarafa at-tashbih, ya'ni mushabbah mushabbahun bihi deyiladi. Qarangda. Mushabbah ham, mushabbahun bihi ham mana bu havasil khamsa bor-ku. Qaysilar edi? Sezgi a'zolari. Ushlash. Mana shu 5 ta a'zolari orqali bilinadigan narsalar bo'lsa, mahsus deymiz ekan. Yo'q, aql orqali bilinadigan bo'lsa, uni aqli deymiz ekan. Demak, mushabbahun bihi ikkalasi ko'rib chiqamiz. Hissiymi, hissiy emasmi deb, ha? Hissiymi, hissiy emasmi bu ilm? Hissiy emas. Demak, bu aqli bo'ldi. Nurchi hissiymi, hissiy emasmi? Hissiy. Demak, bir tarafi hissiy bo'ldi, aqli bo'ldi. Demak, buni muxtalifan deymiz. Demak, tarafa tashbih ba'zida hissiy bo'lar ekan, ikkala tarafi ham. Masalan, al-waraqu kal-harir fi an-nu'uma. Bir varaq bor ekanda. Barg bo'ladi-ku. Daraxt bargimi, atirgul bargimi ushlasa silliq bo'ladi, mayin bo'ladi, muloyim bo'ladi. Varaq o'sha biz nima deydi, harirda ipakka o'xshaydi deyapti. Demak, varaq ipakka o'xshaydi ekan. Qaysi sifatda o'xshaydi? Nu'umalikda. Nu'umalik ikkalasida ham bor ekan, bunda ham bor ekan. Bir arkanlarni aytib o'raylik. Al-waraqu mushabbah. Kaf harir mushabbahun bihi fi an-nu'uma wajhu shabah. Osonmi? Xo'p, demak, barg ipakka o'xshayapti. Qaysi jihatidan? Yumshoqlik jihatidan. Xo'p, endi mushabbah bilan mushabbah bihi o'zini alohida olamiz. Mushabbahni bilish qaysi jihatdan bo'ladi? Hissiy narsa. Harirchi u ham hissiy. Demak, tarafa at-tashbih hissiyan. Qiyna? Xo'p, bo'lsa o'taramiz. Aqliyan bo'lishi ham mumkin ekan. Ushlab ko'ra olmaysiz, hidlab bila olmaysiz. 5 ta havaslardan tashqarida. Al-jahlu kal-mauti. Jahl o'lim kabi bo'ladi. Qaysi sifatda? Foyda. Foyda yo'q bo'ladi-da johilda ham. Mautda ham foyda yo'q. Foydan kesadi degan. To'g'rimi? Xo'p, jaholat ham foydani kesadi, foyda yo'q deganda. Fi inqito' desa ham bo'ladi yoki fi intifa'il foyda desa ham bo'ladi. Foyda yo'qda kelgan. Al-maut ham foydani kesadi, chunki undan keyin foyda qolmaydi. Demak, jahl mautga o'xshayapti. Endi arkonlarini aytib o'raylik. Mushabbah, vajhu shabah. Xo'p. Endi birma-bir olamiz. Mushabbah bilan mushabbah bihni alohida olamizda tekshirib ko'ramiz. Nima bilan bilinadi? Qo'l bilan bilinadimi, ushlab, hisslar bilan bilinmaydi. Nima? Faqat aqliy narsalar, ma'naviy narsalar bular. Mautchi bu hamda ko'rinmaydi shu paytgacha. Bo'lmasam doktorlar olib uni davolashardi. Xo'p, demak, tarafa at-tashbih aqliyan. Bo'ldimi? Endi bir tarafi aqliy, bir tarafi hissiy bo'lishi mumkin ekan. Xuluquhu kal miski. Misk bor-ku? Ambar. Mushka ambar deb qo'ydik-ku. Mushka ambar deymiz-ku biz, ha? Alohida nima bor-da? Atir demasi bor, hidi shirini. Xo'p, uning axloqi miskka o'xshaydi, deyapti.
nimada fil jamali masalanda fil husni au fil tibi masalan mayli uni keyin olamiz. Xo'p, arkonlarini aytib qo'yaylik. Vajhu shabah mahzuf ekan. Aytmasa mahzuf bo'ladi vajhu shabah. Aytmayapti-da, siz o'zingiz topib olasiz degan. Uni o'tamiz ulardan. Xo'p, shu yerda endi mushabbah bilan mushabbah bihida alohida olamizda so'raymiz. Qaysi biri aql orqali bilinadi, qaysi biri his orqali bilinadi? Aqliy bo'ladi-da, ma'naviy narsa, xuluqda bir ko'rinmaydi-ku, hida bilasiz yoki ushlab bilasiz yoki bo'lmasam, demak, misk hissiy bo'ldi, bu aqliy bo'ldi. Demak, tarafa at-tashbih hissiyan, aqliyan, muxtalifan. Osonmi? Bunda muxtalifan bo'ldi. Demak, tarafa at-tashbihni o'rgandik. O'sha e'tibor bilan hissiyan, aqliyan, muxtalifan bo'lar ekan. Vajhu shabah nima ekan? Vajhu shabah bir sifat bo'ladi, vasful xos. Allazi qusida ishtiraku tarafayn fihi. O'sha tarafayn bor-ku, qaysi tarafayn? Mushabbah, mushabbahun bihi. Ikkalasi ishtirok etishligi qasd qilingan narsa, bu vajhu shabah bo'lar ekan. Vajhu shabah qani? Hidaya bo'ldi, Bu yerdachi nu'uma, bu yerda fi inqita'il fa'ida, bu yerda fi tib masalan, hazf qilingan masalan. Vajhu shabah tushundik-a? Xo'p, endi adatu tashbih. Adatu tashbih deb domla biz kafni oldik. Ka'anna ham kelishi mumkin, misl ham kelishi, ba'zi fe'l ham kelishi mumkin. Shuning uchun biz bu yerda hiya lafzu deb ketyapmiz. Bir lafz bo'ladi deyapmiz. Aytmayapmiz harf bo'ladimi, ism bo'ladimi deb. Allazi yadullu ala ma'na al-mushabaha. Mushabaha ma'nosiga dalolat qiladigan barcha lafzlar nima bo'lar ekan? Adatu tashbih bo'lar ekan. Qiyinmi? Shunday siz ham unga o'xshaydi, siz ham adatu tashbih bo'lmaydi. Chunki bu lafz emas. Bunda lafz bo'lish kerak. Kaf, ka'anna va boshqalari. Va ma fi ma'nahuma deb qo'yadi. Bu shu ma'noda keladigan barcha narsalar nima bo'laveradi? Adatu tashbih bo'laveradi. Fe'l bo'lish shartmi? Yo'q. Ism bo'lish shartmi? Harf bo'lish shartmi? Qaysi ma'noda kelsa ham nima bo'lar ekan? Adatu tashbih deyilar ekan. Xo'p, endi ka'annani qaranglar. Ka'anna surayya rahatun tashburu ad-duja litanzura tala al-laylu am qad ta'arrada. Surayya nima edi surayya? Osmondagi bir yulduz, u bir qarich qilib nima qilar ekan? Kaftga o'xshaydi deyapti. Rohatul kaft deb, roha deb nimaga aytiladi? Nimani o'lchaydi? Qorong'ilikni o'lchaydi. Nima uchun ko'rasan yoki o'zi ko'radi? Nimani ko'radi? Tun uzun bo'ldimi yoki sekin yorug'lik ta'arrada degani o'sha tun ketishligiga nima iqbol qil, qadam bosdimi degan ta'arrada deb qo'shadi. Demak, ka'anna surayya rohatunda surayya go'yoki nima deyapti? Rohadur deyapti. Kaft kabi deydi. Kaft kabi bo'ladi. Qarich kabi degan. Xo'p, qani adat tashbih ka'anna. Mushabbah surayya. Mushabbahun bihi roha. Yaxshilab qarasanglar domla shu yerda. Mushabbahu bihi qayerda kelyapti bu yerda? Ka'annadan kelgan. O'rni turibdi, ka'annadan keyin keladi. Bu yerdachi mushabbahun bihi kelyapti kaftan keyin. Demak, kaftan keyin mushabbahun bihi, ka'annadan keyin mushabbah kelar ekan. Bu ham bitta nima? Tirkat deb qo'yadi, nima deydi buni? Bilib olishga nuqtada. Xo'p, bu tarafini o'tdik. Qaysi jihatini o'xshaydi rohaga? O'lchov jihatidan, Xo'p. Endi qad yuzkaru fi'lun. Ba'zida fe'l ham zikr qilinar ekan adatu tashbihning o'rniga. Yoki adatu tashbih bo'lib zikr qilinadi fe'llar. Masalan, idza ra'aytahum, ularni ko'rsang, hasibtahum lu'lu'an mansura. Hisoblaysan, o'ylaysan.
lu'lu'an mansura. Lu'lu'an mansura nima edi? Sochilgan, durga deb o'ylaysan deyapti. Qani adatu tashbih desa hasiba. Hasiba shabbahtahum desa ham bo'ladi, o'xshatasan desa ham, hasibtahum ham demak bu yerda adatu tashbih bo'lyapti ekan. Bu safar fe'l bo'ldi. Osonmi? Mushabbah, mushabbahum bihi, mana mushabbah. Ularni lu'lu'ga o'xshatyapti. Osonmi? Bir-biriga sifat bo'lyapti bu. Xo'p, ularni o'xshatasan sochilib ketgan nimaga? Lu'lu'ga. Qaysi jihatidan? Uzoq-uzoqlardan yiltirab turadi-ku, tovlanish. O'shunga o'xshatasan yoki qimmatbaho deb, qimmatbaholigida. O'sha hazf qilinadi, o'zi topib ol deydi haliga. Nima deydi? Odamning miyasi keng, falonchi rosa o'xshaydi desa siz aytasiz, "Ha, yomon ekanda" deysiz. Bu yomon tarafdan. Shunaqa yaxshi insonmi deysiz? Bu yaxshi tarafidan. Bo'ybasti barandmi shunaqa bu tarafdan. Falonchiga o'xshaydi desa, shunaqa kuchli odammi deysiz. Siz bu tarafdan. Hamma har tarafdan aytaveradi. Falonchiga o'xshaydi desa, "Voy, kazzob" deysiz. Shu kazzob. Voy, otarman deysiz. Ha, otarmanmi u ham deb qo'yadi. Bizda bir odam maqtayatsa, bu haqiqatda bor. Bir odamni maqtayatsa, falonchi mana bu odamga o'xshaydi-da desa, siz nima deysiz? Atayadi. Bu ham yaxshi o'qimaydimi deb qo'yasiz ataylatdan. Ya'ni bu siz bu tarafga bo'ryapsiz-da, tushundingizmi? Vajhu shabahni o'chirib olganligi uchun. Qaysi tarafdan o'xshaydi deb so'ramayapsiz uni. Siz o'zingizdan burib chiqarib qo'yasiz. Shunaqa odamlar har xil nima deydi, tushunchaga borsan, kengroq tushunchaga borsan, xohlagancha o'zi vajhu shabah chiqarib olsin deb o'chirib qo'yishar ekan. Osonmi? Qiyin bo'lsa ham o'taramiz endi. Tashbihul baligh deb qo'yishar ekan domla. Bu yerda vajhu shabah hazf qilindimi? Ba'zi adatu tashbih ham hazf qilinar ekan. Masalan, al-ilmu kan-nur fil hidayah. Buni o'chirib yuboring, al-ilmu kan-nur bo'ldi. Kafni ham o'chirib yuboring, al-ilmu nurun bo'ldi. Unda nima bo'ladi desa tashbih baligh deyilar ekan. Demak, tashbihul baligh ma hudifa fihi wajhu shabah wal ada. Al-ilmu nur. Yo'inki waja'alna al-layla libasa. Biz tunni libos qildik deyapti Alloh taolo. Tunni libos qildik deyapti. Tunni libos qilib bo'lmaydi. Tunni libosga o'xshatdik. Qaysi jihatidan? Fissatri. Tun ham odamning ayblarini nima qiladi-ku, xunukini boshqasini yopadi, kiyimi ham yopadi. Shu jihatidan nima dedik? Ja'alnal layla libasa qilibdi dedik. Adatu tashbih vajhu shabah hazf qilindi. Nima bo'ldi keyin? Tashbih baligh bo'lar ekan. Tushunarlimi domla? Demak, bir qator aytib qo'ydik. Ilmul bayan tashbih majoz kinoya bilan shug'ullanadi. Tashbihni biz qaysi jihatlardan o'rganamiz? Arkoni, aqsomi, ag'rodi jihatidan o'rganamiz. Ana arkonlar nechta ekan? 4 ekan. Mushabbah mushabbahun bihi, vajhu shabah wal ada. Bo'ldimi? Tashbih nima degan ekan? Ilhaqu amrin bi amrin fi wasfin bi adatin li gharad. Osonmi? Hada va sallallohu vasallam ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.